Oho, ular nima quryapti? Yoki siz berdingizmi? Yo'q, o'zlari quryapti. Ularning o'z texnologiyalari bor. Aqlli jonzotlar. Xullas, 5 yil har yerda izg'ib yurganingizda men bekor o'tirmadim. Bobom yozgan ma'lumotlarni o'qib, kvant olami bilan qiziqib qoldim. O, kvant olamimi? Bilaman, bu og'riqli masala. Hech kimni qo'rqitmoqchi emasman, lekin hammasi nazoratimizda. Ko'ryapsanmi? Men odamlarga ilhom beryapman. Nabiram esa bilimga chanqoq qiz. Demak, kvant olamini o'rganyapmiz deng. Nega mendan yordam so'ramadingiz? Harakat qildim, oyijon. Qayta so'radim, lekin muhokama qilgingiz yo'q. Kesi qiziqib qoldi. Biroz yo'l-yo'roq ko'rsatdik. Genri, bu axir chumolilar ustida o'tkaziladigan mayda tajriba emas. Kvant olami qanchalik xavfli ekanini bilasiz-ku. Albatta, oyijon. Hech birimiz u yoqqa ketmayapmiz. Buni shu maqsadda yasadik. Bu kosmos yoki okeanni o'rganuvchi stansiyaga o'xshaydi. Faqat kvant olamdagi. Bizga xarita kerak xolos. Keyin u yoqqa umuman qadam bosmay ham bemalol kvant olamini o'rganish mumkin. Qizing shu yerto'lamizda turib, Hubble teleskopining kichik nusxasini yasadi. Siz yo'qolganda shunga o'xshash narsam bo'lganida edi. Sizni topgan bo'lardim. Meni qoyil qoldirding. Barakalla.